O'quvchimizda navbatdagi ixtiro. Tushuntiramiz. Bu ixtiro is gazini sezadi va glavniy kompyuterga ma'lumotni yuboradi va u yerda ovozli xabar yordamida bizga tushuntiradi nima bo'lib. Loyiha mazmuni shundayki, har bitta xonada bizda mana shu is gazimi yoki bo'lmasa shu xavfli inson salomatligiga uchun zararli gaz aniqligini sensorlarimiz turadi va sensorlar gazni aniqlaydigan bo'lsa, glavniy kompyuterlarga va shu glavniy sensorlarga xabar berib, u yoqda haqiqatan shu xonada xavfli gaz aniqligini xabar beradi. Bu hozir NRF 24L modul turgan, ko'rsatamiz mana. Mana. O'zi yasagan, o'zi programma qilgan. Kechiring ko'rsatamiz. Ma'lumotni uzatyapti hozir. Hech kim yoqib o'chirmayapti, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli obunachilar. Diqqat oshxonada gaz sizib chiqishi hech kim yoqib o'chirmadi. Bu NRF keyin kompyuterga xabar beradi. Eshiklarni ochishingiz so'rab qolinadi. Ularni yopmasdan deraza va eshiklarni ochishingiz so'rab qolinadi. Xayr, sog' salomat bo'ling. Alaykum uyimizga xush kelibga yordam beradi. Uyimizning imkoniyatlari, ovoz yordamida chiroqlarni boshqarish, hech qanday tugmalarsiz